Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun qishga qanday qilib sabzini ko'mishni ko'ramiz. Hozir mana men shunday chuqur qazib oldim. Endi mana shu chuqur bilan sabzi bilan to'ldiramiz. Undan oldin buni yanada chuqurroq qilishimiz kerak bo'ladi. Bunday bo'lsa, aziz obunachilar, ishni boshladik. Mana aziz obunachilar, ish tugatyapmiz. Xudo sabzilarimizni ko'mib olamiz. Iltimos, like va obuna tugmalarini bosib qo'yinglar. Agar shunga o'xshagan yoki boshqacha videolarni ko'proq chiqishini xohlasangiz, like va kommentni, obunani ayamasdan bosinglar. Mana obunachilar, deyarli 1 metr chuqurlik qaziymiz. Keyin o'shanga sabzini to'kib qo'yamiz va ustidan qum yopamiz. Hozir endi sabzi to'kamiz. Mana obunachilar, chuqur qazib bo'ldik. Ana endi sabzi bilan uni to'ldirish kerak. Aziz obunachilar, sabzilarimiz qolmadi. Mana aziz obunachilar, sabzimizni endi bir tekis qilib olamiz. Agar ichida singan yoki kesilgan bo'lgan sabzilar chiqsa, ularni olib tashlaymiz, chunki qish paytida ular chirib qolishi mumkin. Keyin chirigani qolgan sabzilarga ham o'tishi mumkin. Mana aziz obunachilar, mana shunaqa kesilgan yoki mana bunaqa bo'lingan sabzilarni olib tashlash kerak. Bo'lmasa, o'shalar qishda achiydi. Mana aziz obunachilar, endi buni ustiga qop qo'yamiz. Yana bir himoya qobig'i bo'ladi, suv qotmasligi uchun. Qopni bir tomoni chetda chiqib turishi kerak. Ana endi ustidan tuproq tashlaymiz. Mana aziz obunachilar, mana shunaqa ustini ko'mib qo'yish kerak. Mana aziz obunachilar, sabzimizni ham ko'mib oldik. Ana endi bu sabzi qishga tayyor. Bemalol keyinchalik qishda agar sabzilar tugab qolsa, yana qazib olib, o'zingizlarga kerakligini olib, yana ko'mib qo'yaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmalarini bosib ayamanglar. Do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar.